Oxirgi paytda mana shu internetda, biznes to'g'risidagi kontentlarda 2 karra o'sish, 3 karra o'sish, 5, 10 karra o'sish degan, mana shu jumlalarni ko'p uchratadigan bo'lib qoldik. Hop, 2 karra o'sish deganda, ko'pchilik, shu narsani tushunyaptiki yoki ularga shunaqa noto'g'ri tushuntirib berishyaptiki, 2 karra o'sish bu savdo hajmini 2 barobar oshirish yoki ishlab chiqarish hajmini 2 barobar oshirish va kompaniyadagi o'sha ishchilar, xodimlarni 2 barobar oshirish bu 2 karra o'sish degani deb mana shunaqa, noto'g'ri ma'lumotni singdirilyapti yoki shunaqa noto'g'ri, nima deydi, tasavvurga ega bo'lib qolishadi. Aslida 2 karra o'sish bu, 2 karra ko'proq foyda olish degan narsa tushuniladi. Ya'ni, o'sha savdo hajmini yoki mahsulot ishlab chiqarish hajmini kerak bo'lsa o'shandoq holda qoldirgan holda foydani 2 baravarga oshirsa ham bu 2 karra o'sish hisoblanadi. Ya'ni qanaqa? Ya'ni oddiyroq, soddaroq til bilan tushuntiraman. Siz mahsulot ishlab chiqarasiz, mahsulotingiz sizga, 80 so'mga tushadi. Masalan, siz uni 100 so'mdan sotasiz. 80 so'm deganda hamma xarajatlaringiz, tannarx hammasi o'sha 80 so'mning ichiga kirib ketadi va 20 so'm siz sof foydaga ega bo'lasiz. Siz mahsulotingizni narxini 120 so'mga oshirsangiz, sootvetственно, foydangiz 2 barobar oshadi. Mana shu oddiygina 2 baravar o'sish degani bo'ladi. O'rinli e'tiroz bu holda paydo bo'ladi. Ya'ni, 100 so'mlik mahsulotni 120 so'mga oshirib qo'yilsa, riski, ko'p xaridorlar bundan, ranjishi mumkin, yuzi o'girishi mumkin va, savdo tushib ketishi mumkin-ku degan o'sha o'rinli savol paydo bo'ladi. Shunaqa bo'ladi, bu aniq shunaqa bo'ladi, 100%, qanchadir miqdorda savdo pastga tushadi. Lekin buni o'rnini qoplash uchun yangi kanallar, yangi o'sha, xaridorlarni nima deydi, oqimini, yangi auditoriya va yangi nishalarni topib, ana o'sha kanallar bo'yicha savdoni yo'lga qo'yish bilan buni kompensировать qilib, o'rnini to'ldirsa bo'ladi. Lekin bitta narsa bor. O'sha mahsulot 100 so'mdan sotilayotgan mahsulot narxi 120 so'm bo'lganda ham, ana o'sha 120 so'm narx unga соответствовать qilishi kerak. Ya'ni o'sha mahsulot sifatiga. O'zi 100 so'mga ham sifati unchalik arzimay turgan bo'lsa, конечно, 120 so'mga oshirish bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Agar 120 so'mga ham, bu mahsulot, nima deydi, to'g'ri keladi-da, buni sifati shunchalik yaxshi deydigan holdagina shu men aytgan narsani qilsa bo'ladi. Bo'lmasa bu narsalarni unutish kerak. Hop, bu narsani amalga oshirish uchun bu ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. 100 so'mlik mahsulotni tars qilib 120 so'm qilib qo'ysa, o'sha sariyog'dek hamma ishlar ketavermaydi. Buning uchun o'sha ma'lum kerakli, resurslar kerak bo'ladi. Bular nimalar? Bular o'sha kuchli marketing strategiyasi va uni o'sha amalga oshirish uchun, ya'ni marketing amaliyotlarini tatbiq qilish uchun kerakli byudjet, moliyaviy byudjet va kuchli, sotuv komandasi. Ya'ni o'sha 100 so'mlik mahsulotni bugun 100 so'mdan sotib turib, ertaga qo'rqmasdan 120 so'm deganda e'tirozlarni yomg'iri yog'ilganda bemalol o'sha e'tirozlarni bartaraf qilib, bemalol ishlaydigan o'ta kuchli, sotuv komandasi kerak bo'ladi. Agar shu resurslar bo'lmasa, bu, narsani yana bir karra aytaman, amalga oshirish imkonsiz. Aynan shu sanab o'tgan resurslarimni yo'qligi uchun ham, shu resurslarga ega bo'lmaganligi uchun ham ko'p kompaniyalar shunaqa mahsulotini qimmatga sota olmaydi. Ya'ni sotishi mumkin bo'lgan narxga ham sota olmaydi. Kerak bo'lsa o'sha 100 so'mga ham sota olmaydi. Nima qilishadi? Shuning uchun, 90 so'm, 95 so'm qilib, ya'ni, narxni tushirish bilan raqobat qilib, shu orqali sotishga harakat qilishadi. Va, o'sha har xil o'sha, nima deydi, influencerlar tomonidan taklif qilinadigan 2 baravar oshirib beraman, x5, x10 qilib beraman degan narsalar ularga o'shaning uchun har doim, chiroyli, привлекательный tuyuladi. Shu narsaga sho'ng'ishadi. Aslida bu juda ham oddiy narsalar. Uni tushunib yetish uchun hech qanaqa bir sehrli narsalar shart emas. Lekin o'sha yuqorida sanaganimdek, resurslar va mahsulotning sifati соответственно bo'lishi kerak.